Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Perivalda dachadamiz. Qalampir hamda qo'y go'shtiga kavob qilamiz. Birinchi go'sht pardasini ajratib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qassob akalarimiz bo'lsa e'tibor berib qo'yamiz. O'zini yog'i bilan. Mushaga. Hamda qo'y go'shtimizni son qismida bugun burada kavob qilamiz. Dacha ham shunday so'lim joyda ekan, havolariga umuman gap yo'q. Go'shtimizni ma'lum qismlarga bo'lib, to'rtburchak holatga keltirib olamiz. Bunaqa issiq kunlarda toqqa chiqib dam olib turishlarini tavsiya qilamiz. Ibn Sino bobomiz aytgan ekan, toqqa chiqib dam oling, charchoqlaringiz yoziladi degan ekan. Toqqa chiqib yaqinlar bilan dam olib o'tirgan hech bo'layotmaydi. Kunduz issig'i, hamma ham ishlaydi, charchaydi. Ora-orada dam olib turish kerak. Go'sht katta bo'lib ketdi deganlarga, go'sht hech qanaqa katta bo'lgani yo'q. Yaxshi. Qo'y go'shti bu. Olovda taftada ham pishib qolishi mumkin. Otash kerak emas bunga. Lekin qiziqish bor. Cho'pimizni marinad qilamiz. Piyoz, kashnish ziravorlari hamda zira. Qora zira ekan, shunaqa shifobaxsh hisoblanadi qora zira. Tapga qarab tuz solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Hech qanaqa gazli suv, bu narsa, ortiqcha narsa qo'shganimiz yo'q. Piyoz, tuz, kashnish dona. Bo'ldi. Qizil paprika, unaqa narsalar bizga shart emas. Bunda hozir mana dimlamaymiz ham, tuzladim, yaxshilab g'ijiymiz, ezib, shunday siqqa tortib o'raveramiz, pishiramiz. Hech qanaqa marinovat shart emas. Dumbani qarang. Qo'chqor ham o'zi 4 yoshdan aqlli qo'chqor ekan. Qo'yda irigini, yog'ini yeb bilsa bo'ladi. Pomidorimizni maydalab olamiz, siqib uramiz. Bunda piyozli sous tayyorlaymiz.
Go'shtimiz marinad bo'ldimi yo'qmi? Bittada bilib olamiz. Sveji dumba, chicha pomidor. Kobni siqaveramiz. Dachaya Perivalda shu Qo'qondan kelishdi. Shunday Toshshabodadan o'nga kirganda tepa joyda ekan. Shunaqa muzdi. Pastda dachani egalari olib bo'lsa ekanmi, nomerlarini qoldiramiz. Описаниеda bemalol murojaat qilaverasizlar. Birinchisini yog'siz qildiramiz. Kim qanaqada, birov yog'siz yeydi, birov yog'li yeydi. Bizga farqi yo'q. Ovqat bo'lsa bo'ldi. O'timiz ham hozir yonyapti, jadal. Shu bilan kobimiz ham pishadi. Orada vaqt ham o'tgan, hech qanaqa damlaganimiz ham yo'q, go'shtni marinad ham qilganimiz yo'q, suv ham quyganimiz yo'q. Buni sirini kim kommentar yozsa, o'sha kobpazga o'rgataman o'zim. Ukalarimiz yog' yemaymiz deydi. Yog'ni bilmaydi qanaqaligini. Koblarimizni beryapti. Buni gashti boshqachada. Voh, hidini qarang. Ana tulaman bundan. Aslında Piyozimizni marinad qilib turamiz kobga. 2 dona kusu sepib qo'ysak, bundan zo'ri yo'q-da. Dacha ham shunday chiroyli joyda joylashgan ekan, tog'da yonida. Hamma sharoitlari zo'r. Idish-tovoqlar toza, akkuratniy joy ekan. o'zini qo'y, oyoq istaydi. Ipakligini qarang. Ana bu chapanicha piyoz bo'ladi. Kob bilan qo'shib yeymiz. Chesnogimizni ham dili apetitga bir dona to'g'rab olamiz. Hech bo'lmaganda shakarovka tashlab yuboramiz. Kechqurun pashshachani chaqmakka yotishdan oldin yesa chesnogini. Bir tavuk kolbası. Kebaplar var, kebaplar. Kelaverasizlar qo'y go'shtiga. Eng arzon joylardan. Oldu chiroyli. Kebap sochni pishibdi.
qalampirli, pomidorli alohida o'zimga pomidor sok qilaman. Kabobimiz ham o'zi bo'lib qoldi. Dacha ham yangi qurilgan ekan, sharoitlari zo'r, oilaviy kelgani, bemalol 3 ta 4 ta oila kelib yashasa bo'ladigan sharoitlari ham bor ekan. 6 tadan oshiq tapchanlari, yozgi oshxona, qishki oshxonalari sharoitlari zo'r ekan. Sifati zo'r. Dam olgani. Kaboblarimiz ham tayyor bo'ldi. Wow. Hammaga yoqimli ishtaha. Kutib qolamiz. Kelaverasizlar, billahlashib.